Doktor Senyorita, faoliyatingiz davomida kasbingizdan afsuslangan holat bo'lganmi? Da, bo'lgan. Shunday holatlar bo'ladiki, ko'rigimga kelgan ayolga siz ona bo'lasiz degan xushxabarni aytganimda, afsuski buni oldirmoqchiman, oilaviy sharoitim to'g'ri kelmaydi degan vaqtda shu kasbimdan unga onalik baxtini aytganimdan afsuslanib ketaman. Bilasizmi, bir kun hattoki shunaqa vaziyat bo'ldi. Oldirmasam bo'lmaydi deb turib oldi ayol. Eshikni orqasida xo'jayinim kutib turibdi javobingizni deb. Shunaqa vaziyatda shunaqa qiynalib ketasanki, xo'p, oldirmoqchi ekansan, farzand ko'rishni istamar ekansan, buni gunohi nima? Nima uchun bu holatga yo'l qo'yasan? Bularning hammasi ayol organizmi uchun birinchidan sog'lig'iga umuman to'g'ri kelmaydi, zarar keltiradi. Ikkinchidan ma'naviy ruhan odam zararlanadi bu holatda. Shuning uchun istalmagan homiladorlikni oldini olishni tavsiya qilgan bo'lardim. Eng achinarlisi nima bilasizmi? Gunohkor insonlarni gunohiga sherik bo'lib qolayotganidan afsuslanaman.